Gulxonim xamiriga sut, un, tuz, tuxum, elak va bu shisha idishdan foydalanamiz. Hozir chiroyli qilib mana shu mahsulotlardan xamir qorib olamiz. Mana yarim litr sut oldik. Unga bitta tuxum va bir choy qoshiqda tuz solib yaxshilab aralashtiramiz va sekin asta unni elab xamir qorib olamiz. Mana tayyor xamirimizni selofan paketga o'rab dam oldirishga qo'yamiz. Endi qiyma, qovoq, kartoshka, piyozlardan tayyorlaymiz. Har xil ziravorlar, yog'. Kartoshkamizni mana bu mozlamadan foydalanib chiqarib olamiz. Mana piyozlarni, kartoshkani qirg'ichdan chiqardik. Piyozni mayin qilib to'g'rab oldik. Endi buni kartoshkani ustiga solib, tabga ko'ra mana bu zira maydalangan, bunisi yirikrog'i, bu kashnich urug'i maydalangan va murch va keraklicha yog' solish mumkin. Hozir men ozginadan bu maydalangan zira soldik. Mana bu yirik zira soldik ozgina tabga ko'ra. Bu kashnich urug'i maydalang, bu ham xushbo'y ta'm beradi. Va ozginagina murch solamiz. Keyin ozgina yog' solib yaxshilab aralashtiramiz. Tuzni hali oxirida, tugishdan oldin tuzni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Gulxonimiz yanada mazaliroq bo'lishi uchun ozgina mana bu qiymamizdan ham solib yuborsak bo'ladi. Ozgina maza berib ham ko'p emas, nomiga chiroyli qilib. Keyin bularni hammasini yaxshilab aralashtirib, tugishdan oldin faqat tuzlab, keyin tugib olamiz. Hozir kartoshka va go'shtni gulxonini masalali tayyorlaymiz. Yog' soldik. Hozir zira soldik maydalangan va yirigidan, kerak tabga ko'ra murch soldik. Yana kashnich urug'dan ham soldik. Xushbo'y ta'm berish uchun. Endi xamirimizni yoyib chiroyli xamirimizni 3 zavolaga bo'lib tindirishga qo'yamiz. Endi ustini yopib dam olishga qo'yamiz. Endi sekin mana bu qiymalarni to'g'rab tayyorlab olamiz. Men qozonga bug'da qurbanlarimizni hozir pishirib tayyor. Mana xamirimizni chiroyli aylana qilib yoyib oldik-da. Endi unga yog' solib yaxshilab yog'lab chiqamiz.
Demak, yaxshilab yog'lab oldik. Endi yaxshilab yog'lab olgandan keyin endi uzun kesmalar kesamiz. Shu har bir kesmani o'rtasiga tayyorlagan qiymamizni qo'yib, chiroyli atirgullar, mana gulga o'xshatib bukamiz chiroyli qilib. Okey, tayyor qiymamizga endi tuz solib, tabga ko'ra tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. Shuni tayyorlagan qiymamizni xamirni kesib o'rtasiga joylashtirib chiqamiz. Endi mana bu listlarimizni chiroyli yog'lab olamiz. Endi xamirimizni yopib, bunaqasiga o'rab, chiroyli qilib ozgina atirgul hosil qilamiz. Buni listimizga teramiz. Mana keyingisini ham xuddi shunday. Bunday o'raladi. Chiroyli atirgulimiz patnisga qo'yib, chiroyli qilib kichkinaroq qildim, chunki demak mana bu kesilgan xamirimizni bir yog'ini ikkinchi qismiga yopishtiramiz-da. Mana bu yerni yopishtirib, chiroyli qilib o'raladi. Bitta qo'lda tayyorlash juda mushkul ekan. Bunday qilib yog'langan patnisimizga terib chiqamiz. Xuddi shunday keyingilarni ham davom ettiramiz. Bunday yopiladi. Keyin chiroyli qilib mana bu yerda ham yopilib o'raladi. Chiroyli bo'lib atirgul hosil qiladi. Atirgulga o'xshagan. Shunday davom ettiramiz. Bularni ham tayyor bo'lgan gulxonlarimizni qastonga joylashtirib, og'zini yopamiz. Gazga 40-45 minutda pishirib olamiz. Alexa, remind me after 45 minutes I need to close my cook. On it, 1 moment. I'll remind you in 45 minutes. Thank you. Men ikkinchi xamirni ham chiroyli qilib yoydik. Endi buni yog'lab, bundan o'rama xonim tayyorlaymiz. Chiroyli qilib yog'laymiz. Okey, ikkinchi zuvalani ham chiroyli aylana qilib yog'ib, gulxonimdan qolgan qiymani chiroyli yozib, endi o'rama xonim
tayyorlaymiz. O'rama xonim uchun mana bu xamirimizni bir boshdan o'rab olamiz. Shunga xuddi ruletga o'xshab chiroyli xonim tayyorlanadi. Bu har doim tayyorlab yuradigan xonimimiz hisoblanadi. Gulxonimni ko'proq mehmonlar kelganda ularni kayfiyatlarini ko'tarish uchun chiroyli qilib tayyorlashga harakat qilaman. Mana tayyor gulxonimni endi mana bu yog'lab olgan listimizga chiroyli qilib tayyorlab keyin burga qaynashga qo'yamiz. Buni 40-45 minutda tayyor bo'ladi. Bug'da pishadi. Mantiqasi ham. Bug'da gulxonimlarimiz chiroyli bo'lib qaynayapti. Buni olib tagiga oddiy o'rama xonim qo'yib, keyin ustidan gulxonimni qo'yamiz. Mana qaynab turgan suvga o'rama gulxonimizni qo'ydik. Endi ustidan gulxonimni qo'yib qaynatishda davom etamiz. Va buni yaxshilab mahkamlaymiz. Burada buni ham 45 minutga qo'yib qo'yamiz. Qaynab. Alexa, please remind me second meal cooking finish after 45 minutes, please. Got it. I'll remind you in 45 minutes. Thank you very much. You're welcome. Enjoy your cooking. 45 minutdan keyin gulxonimlarimiz tayyor bo'ldi. Qurib qolmasligi uchun ularni yog'lab chiqamiz. Keyin chiroyli qilib tarelkaga olib dasturxonga tortiq qilamiz. Yoqimli ishtaha. Mana gulxonim va o'rama xonim tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha.